Assalomu alaykum. Hozir SAT imtihoniga qanday registratsiya qilish va to'lov qilishni ko'rib chiqamiz. Bu demak ko'pchilikda so'rovlar qiyinligi va to'lov qilishda muammo bo'lganligi uchun olinayotgan yo'riqnoma. Iloji boricha sodda qilib tushuntirishga harakat qilaman. Agar tushunmay qolgan joylaringiz bo'lsa, bemalol so'rashlaringiz mumkin. Xo'p, registratsiyani bosamiz. Demak, get started boshlang'ich savollar. Ism, tug'ilgan sana, gender albatta. Demak, email adres va yashash manzili. Endi bular menimcha yopib qo'yilsa kerak. Xo'p, demak, name of your high school deganda bizda ko'pchilik oddiy o'zbek maktabidan kelganda bu yerda yo'q bo'ladi. Adashmasam, ba'zi xususiy maktablar bor va prezident maktabi bor. Bu yerda ataylab outside the United States belgilab, biror joyda masalan tavakkal kod yozamanda, demak, maktabim ro'yxatda yo'q ekan deb bellashni tanlayman, chunki buni bellamasak, keyinga o'tkazmaydi. Xo'p, bellanishi kerak va demak, maktab va sinf. Sinf bellayotganda, demak, o'zbek tizimidagi yilingizga bir deb qo'shib yozasizlar. Masalan, 11-sinf bo'lsangiz 12-chi, agar 8-sinf bo'lsangiz 9-chi, 10 bo'lsangiz 11-chi, xuddi shunday bellanadi. Demak, shogirdimiz 11-sinfga o'tdi, shuning uchun 12-sinfda bellab qo'yamiz Amerika ta'lim tizimi bo'yicha. Graduation date o'zi buni hisoblaydi. Agar xato hisoblasa, tahrir qilasizlar. Demak, may 2027. Demak, keyingi yili bitiradi. Xo'p, demak, bularni bellagandan keyin davom etsak bo'ladi. Agar yana aytaman, maktab outside'da bellanmasa, davom etmay qoladi. Xo'p, endi bizga qo'shimcha ma'lumotlarni to'ldirish kerak bo'ladi. Bular shunchaki olinadigan ma'lumotlar sababli yoki unchalik muhim emas. Xohlasalaringiz keraksiz joylariga I do not wish to respond deb bellasak bo'ladi. Xo'p, ko'plar race'ga Asian yoki white yoki I do not wish to respond deb bellaydi. Endi Asian deb bellaymiz biz. Amerika buni o'z kategoriyasiga yaqinda kiritilgan. I do not wish to respond yoki white deb bellasa ham bo'laveradi, ahamiyatsiz. Keyin demak, ota-ona darajasi, agar xohlasalaringiz, masalan, bakalavr bitirgan bo'lsa bakalavr, maktab bitirgan bo'lsa high school yoki magistr yoki PhD bo'lgan bo'lsa graduate or professional degree ni bossa bo'ladi. Agar xohlasalaringiz I do not wish to respond deb hammasidan birdaniga o'tib ketsa ham bo'ladi. Demak, College Board qo'shimcha ma'lumot yig'ib oladi va ba'zi universitetlarga taqdim etayotganda ishlatilishi mumkin, lekin odatda reklama uchun ishlatiladi, unchalik ahamiyatli emas. Xo'p, language. What language did you speak first? Demak, another language bo'ladi. Demak, o'zbek tilida gapiramiz ko'plar. Va demak, what language do you know best? Odatda another language bo'ladi. English and another language yoki I do not wish to respond ni bellasa ham bo'laveradi, ahamiyat yo'q. Xo'p, keyingisi AP. AP ga ham yes yoki no bellasa bo'ladi, chunki qaror qat'iy emas hali. Biz demak noni bellaymiz odatda. Demak, maktabdagi choraklar, aytaylik, choraklardagi to'rlar soni 8-sinfdan beriga qarab bellaymiz. Agar masalan yerda 7 talargacha bo'lsa 4, A+, undan ko'proq bo'lsa masalan A va shunday tushib boradi. Bellash kerak. Agar xohlamasalaringiz, xuddi shunday I do not wish to respond deb bellasak bo'ladi. Xo'p, shogirdimizda 4lari ko'p. Shuni bellaymiz va demak, o'sha chiqsak bo'ladi. Oxirgi qism esdan chiqib ketibdi. Matematika bilim demak yuqori bellaganman. Science, ya'ni fizika, kimyo, biologiya o'rtachadan yuqori va yozish ham o'rtachadan yuqori. O'zlaringizga qarab uch sectionni bellasalaringiz ham, bellamasalaringiz ham bo'ladi. Xo'p, demak, endi asosiy qismga o'tyapmiz. Asosiy qism xuddiki mana shu qismni o'qib chiqdik deb tasavvur qilamizda. O'tamiz. Xo'p, endi imtihon hududi outside the United States va demak sana tanlanadi avgust 22 va undan keyin demak bu yerda tanlasalaringiz bo'ladi. Test centerlar endi shogirdimiz oldin topshirganligi uchun my previously selected test center demak oldin topshirgan joyimda topshiraman, ya'ni prezident maktab Termizda deb bellayapmiz va davom etamiz. Xo'p, demak kapchadan o'tishimiz kerak. Vaqtimizga kapchalar unchalik qiyin emas, sodda va qiziqarli. Va rasm. Xo'p, rasm yuklayotganda unchalik qattiq qoidalar yoki cheklanmalar yo'q. Yuzingiz tiniq ko'rinsa yoki devorni yonida bo'lsa ham bo'ladi, ko'chada tushgan bo'lsangiz ham bo'ladi. Faqat yuzlaringiz yaxshi ko'ringan bo'lishi kerak, chunki bu demak examiner ko'radi.
Hatto hech qanaqa sertifikat yoki boshqa joyda chiqmaydi bu. Demak, tasdiqlaymiz. Va demak, rasmdan keyin deyarli amallar bajarildi. Checkout. Xo'p, demak, device'da agar o'zlaringiz device'laringiz bo'lmasa, registratsiyadan 1 oy oldin I don't know if I have access to necessary device deb belgilasa, demak, device olish imkoniyati bo'ladi. Ba'zi maktablarda demak borganda so'rasa ham beradi. Men buni ham tavsiya etaman, chunki masalan odatda mana shu maktablarda kattaroq kompyuterlar beriladi, monobloklar. Ularda ishlash bunday bo'lsa ekran katta bo'lganligi uchun qulayroq, ayniqsa ingliz tili qismida. Lekin boshqa tomoni, agar masalan device'im yo'q desalaringiz, kompyuterxonaga tushib qolsalaringiz, ba'zi bir muammolar ham bo'lishi mumkin, chunki rostini aytganda ba'zida muammo shovqinlar bo'lib turadi. Xo'p, demak, boshqalar device'ga qarab chiqib, demak, Mac, laptop, iPad, biz odatda demak Windows belgilaymiz. Va demak, davom etamiz, continue, va bizda oxirgi qism to'lov qismi. To'lov qismi demak $111 bo'ladi. Aslida $67 imtihon, $34 demak xalqaro bo'lganligimiz uchun. Xo'p, to'lov qismiga kelganda, to'lov qismiga kirganda birdaniga VPN ni yoqamiz, chunki VPN siz O'zbekistonda to'lov qilish nereal, hali hech qachon bo'lmagan. PayPal'larda ham endi ba'zi birlar odamlar to'lov qilsa bo'ladi-ku, lekin odatda baribir Visa eng keng tarqalgani, shuning uchun Visani ko'ramiz. Demak, men odatda Niderlandiya, Amerika, Fransiya har xilni ishlataman, budjetdan kelib chiqib. Ba'zilari ishlamay turadi. Xo'p, demak, to'lov qilayotganda ahamiyat beramizki, kartamizda где-то $111,5 bo'lsa yaxshi, chunki men o'zim registratsiya qilayotganimda har doim Zumrad orqali $111.28 kesib oladi komissiya bilan. Xo'p, Visa karta raqami va demak expire months July 2030. Shunday ko'ra aytdim bilmanda. Xo'p, demak, va security code ni kiritamiz. Va tamom, shu bilan registratsiyamiz bajariladi. Hamma amallar to'g'ri bajarildi, pul tayyor, registratsiya tugadi. Xo'p, ba'zida mana shu joyda ko'plarda muammo bo'ladiki, pul kesildi, lekin registratsiya bo'lmay qoldi. Bunday holatda o'zimda ham bo'lgan, vahima bo'ladi, lekin aslida bu vahimali joy emas, ba'zi shunaqa tizimda xatolik bo'ladi. Odatda bir necha soatdan bir necha kungacha to'lov qaytadi. Menga hozirgacha aytaylik 8-9 marta bo'lgan, har imtihonda bo'ladi bunday holat, har doim qaytmagani bo'lmagan. Xo'p, demak, registratsiya bo'ldik. Bu yog'iga demak bizga imtihondan 5 kun oldin Blue Bookda check-indan o'tish va admission ticketni olish imkoniyati bo'ladi. Bundan tashqari demak O'zbekiston universitetlariga topshirmoqchi bo'lganlar 31540 va 35787 kodlariga natijalarni tekin ravishda jo'natib qo'yishlari kerak. Bundan tashqari masalan chet el universitetlariga topshirmoqchi bo'lganlar ham xuddi shunday universitet tanlab jo'natib qo'yishlari kerak, chunki agar imtihondan keyin bajarmoqchi bo'lsalaringiz, bu qo'shimcha pul turadi. Xo'p, demak, video tushunarli va qiziqarli bo'ldi degan umiddaman. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentlarda qoldiringizlar va shunday foydali videoroliklar qilib borishga harakat qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat.